Men o'zi juda oziq-ovqat sohasiga qiziqqanman va ko'p yillar mobaynida bu sohada bo'lmaganim bilan baribir meni hayot shu yo'lga olib keldi. Sut mahsulotlarini ishlab chiqarish bilan 17-yildan beri shug'ullanayotgan bo'lsam, mana bu narsa qanchalik zavqli, qanchalik odamlarga foydaliligi uchun ham bu sohada qiziqish bilan ishlab kelmoqdaman. Hozirgi paytda sut mahsulotlari aholimizda juda ham muhim o'rin egallaydi. Hamma oilani bilamizki, bu oilada ertalab bo'lsami, yosh bolasi, qari odamlarga sut mahsulotlari iste'mol qilishadi. Bu sut mahsulotlari sifatli bo'lishi bu bizning qo'limizdagi muhim masala. Men o'zimni agarda misolda gapiradigan bo'lsam, shu faoliyatni boshlaganimda, masalan, kredit olish, qandaydir bir ishni boshlash juda ham murakkab jarayon bo'lgan. Ko'p korxonalarga borish kerak bo'lgan, banklarga borish kerak bo'lgan, turli xil qog'ozlar, hujjatlar bilan hammasini rasmiylashtirishga ko'p vaqt ketardi. Ko'p harakat qilish kerak bo'lardi. Va hozirgi yoshlarga men havasim ham keladi. Sababi hozirgi yoshlarda juda ham imkoniyatlar keng. Hozir mana kollektivimizda aksariyat yoshlar ishlaydi. Mana endi men tadbirkorlik boshlaganimga bu yil 7 yil bo'ldi. 7 yil ichida men agarda o'zimni o'sha boshlayotgan davrdagi o'zimni eslaydigan bo'lsam, ko'p narsadan qo'rqardim, ko'p narsani qilishdan cho'chirdim. Sababi bu narsaga erisha olamanmi yo'qmi? Hali masala edi, savol edi. Motivatsiya beradigan odam bo'lmagan. Mana hozirgi paytda to'g'ri ko'p yillar, ko'p tajriba oshgani sababli men tushunib yetdimki, qaysi ishni taqillatmaylik, qaysi joyga murojaat qilmaylik, biz o'sha qo'ygan masalamizga, savolimizga javob topa olamiz. Bizga har doim tezkorlik bilan javob berishadi, yordam ko'rsatishga harakat qilishadi va bizning har doim muammolarimizni eshitib, buni hal qilishga albatta ko'maklashishadi. Shuning uchun oldimga qo'ygan maqsadlarimga erishish yo'llarini oson kechiryapman hozirgi davrda. Mahsulotlarimizni agarda chet el bozorida ko'rsak, nafaqat masalan Don Milka o'zimizning mahsulotda, barcha mahsulotda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni ko'rganda juda g'ururlanib ketaman. Mana shu mahsulotlarni ko'rganda o'zbek ayolini kimligini dunyo taniryapti. Mana shundan juda g'ururlanaman.